Lyaning boshiga tushgan bu ko'rgilikni u o'ziga berilgan bir signal deb bildi. Azaldan qamoqdan chiqqan jinoyat olami kattalari darrov o'z olamida nufuzini tiklashga intilib kelgan, yana o'z karyerasini cho'qqiga olib chiqish uchun ular davlat kuch ishlatar tizimi vakillariga sezdirmay zarbalar berishni istashadi. Bu kurash azaliy tus olgan. Lyana bir paytlar Ikromning shu tuynukka oxir-oqibat qisilishini taxmin qilardi. Hammasi jodu amalga oshirganiga 15 kun bo'lib bo'lmasdan boshlangani qiziq. Lyana nima qilishim kerak degan o'yga qattiq berildi. Ketma-ket chekib, o'z tutuniga ko'milib o'tirarkan, o'zi uchun qandaydir chiqish yo'lagini topishga umidvor edi. Demakki, Ikrom aytgandek qilishi kerak. Mana, qachondan beri hujjatlarni o'zi bilan olib yuribdi. Bor boyligini kimga vaqtinchalik ishonib tura oladi? Kimga? Lyana yana shu paytgacha atrofida ishonchli deb o'ylagan odamlari haqida o'ylay boshladi. Eski yarasi yana og'riq berdi. Onasi o'lgach, uyni sotib yo'q qilgan o'gay otasi sababli ko'chada qolgani uchun birovlarga ishonishda doim xalaqit qiladigan unsur edi. Lyananing lablari istehzoli qimtildi. Kimga o'tkazaman? Kim menga darrov boyigach, ketini ko'rsatmay, yana vaqti kelib hammasini qaytarib bera oladi? Ko'z oldidan bir lahza ichida dugonalari, tanishlari, hatto Ikrom bilmaydigan ba'zi bir insonlarning ham chehrasi o'tdi. Bo'lmaydi, dedi rulga yengilgina urib. O'sha odam shunday odam bo'lishi kerakki, bir necha oy jonigarov sifatida changalimda tura oladigan odam bo'lishi kerak. Birozdan so'ng Lyananing chehrasi yorishdi. U o'sha vaqtinchalik mol-mulkini nomiga xatlanadigan va bir nuqishi bilan ularni yana bus-butun o'ziga qaytaradigan odamni go'yoki topgandek edi. Bu Inzilya. Saida bugun ertalab boshqacharoq uyg'ondi. Odatiy ko'ngil aynishini bugun sezilmasdi. Hovliga chiqdi. Ertalabda kimdir non yopyapti shekilli, dedi shirin, istki dimog'i chog' bo'lib. Yo'lak bo'ylab rayhonlarni uchidan chimdilab yurgan onasiga ko'zi tushdi. Oyi, kimdir non yopyapti shekilli. Hidini qarang, qaymoq bilan yegisi kelib ketadi-ya odamning. Nonning issiqligidan qaymoq erib ichiga kirib ketadi-yu, yegansiz-a, mazza. Saodat opa qizining gapini ha deb ma'qulladi-yu, xayoliga bir narsa yarq etib keldi. Yeging kelyaptimi? Dedi biroz hayratda. Kim yeyapti ekan? Bersa yerdim, dedi Saida onasi tomonga yurib kelarkan. Oyisining ko'zi bir g'alati bo'ldi. Shoshmay turginchi, hozir bir daraklab ko'raychi. Saldan keyin mahallaga chiqqan Saodat opa yengini cho'zg'ilab tortib qistirib olgan ikkita hozirgina tandirdan uzilgan non bilan qaytdi. Umridan baraka topsin, Zuhraxon yopibdi. Ertalabda hammani yegisini keltirib yubordingiz, desam kuladi tag'in. Hozir shoshmay tur, qaymoqning yuzi qotib qolmabdimikin? Bir ko'raychi. Saodat opa o'zi yarim soat oldin sutdan ajratib, endigina muzxonaga qo'ygan qaymog'ini olgani ketdi. Buni qara, iqbollisan-da bolam. Mana sal bir cheti quyuqlanib qolibdi. Darrov non botirchi qani. Saida issiq nonni sindirib, pox-poxlab qaymoqqa botirib, ishtaha bilan og'ziga soldi. Qizining noodatiy ishtaha bilan qaymoq yeyishini kuzatib turgan Saodat xola yoqasini sekin tortib og'zini berkitdi. Voy xudoyim-ey, o'rgilib ketay nomingdan. O'zingga beadad shukur. Noumid qilmaganingga shukur, deya quvongancha o'ziga o'zi pichirladi. Saida 2-3 non botirib yegan qaymog'ini ustini darrov yopib chetga oldi. Voy oyi, esim qursin, sizga ilinmabman ham. Mana, yegingiz kelsa issiqligida yeb oling. Sovusi unchalik ham yaxshi o'tmaydi tomoqdan. Ha, sen yesang yegandek bo'laman. Bugun hech qayering og'rimayaptimi? Tuzukmisan o'zi? Saida otdayman degandek quchoqlarini yoyib ko'rsatdi. Lyana Inzilyaga qo'ng'iroq qildi. Har doimgi joylariga pasporti bilan kelishini tayinladi. Aytilgan manzilda ko'rishishdi. Inzilya mashinaga o'tirarkan, Lyana unga jilmayib o'girildi. Ish topdingmi? Yelena Vladimirovna,
qanday bunaqa oz muddatda ish topishim mumkin, dedi Inziliya noumid yelka qisgancha. To'g'risi, yashirmaganman. Bilasan, ovqating mendan ko'ra Ikromga yoqardi. Hammani ta'bi har xil-ku, to'g'rimi? Inziliya to'g'ri deganday bosh silkidi. Senga rahmim keldi, jonginam. Axir gapimni ikki qilmay aytganlarimni so'zsiz bajarding. Ishonaman, albatta sidqidildan bajarganingga, shundaymi? Inziliya esa indamay yelkasini bir uchirib qo'ydi. Endi bunday qilamiz. Sen menikida ish boshlaysan. Bir paytlar hammadan yashirincha olib qo'ygan kvartiram bor. O'sha yerda vaqtinchalik yashab turamiz. Hozir bilasan, ahvol chatoq. Inziliya bor vujudidan quloqqa aylanib Lenaga tikilib qolgan edi. Gapni qisqasi, notariusga boramiz. Hujjatlar vaqtincha sening nomingga o'tadi. Yaxshi tomoni, yuzaki qaraganda boy xonimga aylanasan. Aslida esa bolta va kundaning o'rtasidagi yog'ochsan. Seni to bu kuchmas mulklar ustidagi mojarolar tinchigunigacha asrab turishini o'z zimmamga olaman. Bilasanmi, bu nima uchun kerak? Men ham, Igor ham ko'chada tinch yurolmay qoldik. Tushundingga? Rozimisan? Inziliya biroz o'ylanib qoldi. Va menga hech narsa bo'lmaydimi? Deb so'radi saldan keyin. Aytdim-ku, g'alcha. Hozirgina seni asrashni o'z zimmamga olaman dedimmi? O'zing ham gapga kirishing kerak. Uydan chiqmay o'tirasan, telefon ishlatmaysan, hech kim bilan uchrashmaysan. Aytganimni bajarasan. Tushunarlimi? Inziliyaning kipriklari pirpiradi. Bosh silkib tushunarli ishorasini qildi. Endi gap bundoq. Oldin mana bu tilxatga imzo chek. Inziliya Lena uzatgan papka ustiga qo'yilgan hujjat va ruchkani qo'liga oldi. O'zi imzo chekadigan hujjatga tez ko'z yugurtirib chiqib, ko'zlari olayib ketdi. Unda nollari ko'p qandaydir summa yozilgan bo'lib, men Inziliya Rafuilovna Yelena Vladimirovna Komichdan shu miqdorda pulni qarzga oldim. Garov evaziga quyidagi ro'yxatda ko'rsatilgan ko'chmas mol-mulklarni tasarrufiga berdim deb yozilgan. Bir oy keyingi sana qo'yilib, Lena tomonidan allaqachon imzolanib bo'lingan edi. Inziliya qo'rqa-pisa hujjatga imzo chekdi. Lena jilmayib uning qo'lidan hujjatlarni oldi. Qo'rqma. Azroil bilan bitim tuzmayapsan. Yaxshilik ham bor-ku, azizam. Ishli bo'lding. Hozir bir ozdan so'ng katta xolangdan meros qo'lingga tegadi. Tumshug'ingni ko'tar, judayam osilib ketdi, dedi xiringlab. Aslida bu tilxat Inziliyani changalida qo'lsiz oyoqsiz ushlab turish uchun edi. Huquqiy tomondan tushunchasi bor Lenaning pixini yorgan dugonalari bunaqa nayrangga chuv tushishmasdi. Ular mashinada notariusga qarab ketishdi. Shuncha mulkning oldi-sotdi shartnomasi tuzilishiga otni kallasidek davlat bojini to'lab, sumkasi ancha bo'shagan Lena hujjatlar solingan qutini Inziliyaga ko'tartirib, kayfiyati chog' holatda idoradan qaytib chiqdi. Ish bitdi, jonginam. Anavi tilxat menda turadi. Bir oydan keyin kuchga kiradi, bilasan-a? O'sha sanadan keyin hammasi to'lig'icha nomimga qaytarilganidan keyingina bu tilxatni borligi o'z ahamiyatini yo'qotadi. Sen esa uyimda abadiy oshpaz bo'lib ishlash imkonini qo'lga kiritasan. Kelishdikmi? Inziliya xo'p deb bosh silkidi. Qani ketdik unda, chopqilla. Lena mashina saloniga o'tirib, oynaga qaragancha kipriklarini xotirjam bo'yay boshladi. She'r o'qib beraymi, Inzil? Eshit. To'quvchi va oshpaz qiz, babari xayolmog'iz, singildan o'ch olmoqchi, chopar yo'lin to'smoqchi. Fitna tuzdilar birga. Allaqachon esimdan chiqibdi. Pushkindan shuni va tutqunni yaqingacha yoddan bilardim. Endi, jonginam, ertagimizdagi oshpaz qiz sharoit taqozosiga ko'ra tutqunga aylanadi. Maylimi? Qah-qah otib kularkan orqa o'rindiqda bo'zrayib o'tirgan Inziliyaga bir qarab qo'ydi. Lena ancha oldin sotib olgan, ichidagi hamma sharoitlarni muhayyo qilib qo'ygan, hamisha osudalik hukm suradigan kvartirasi joylashgan mavzega qarab hayday ketdi.
Eshikni ochib, ichkariga kirarkan, Inziliyaga ham kir deb imo qildi. Uf, odam yashamasa havo ham yaxshi aylanmaydi. Derazalarni och, Inzil. Inziliya pardalarni chetga surib, derazalarni ochdi. Salqin havo ichkariga oqib kira boshladi. Sumkangni kavlayapman, pasporting, telefoningni oldim. Inziliya telefon kerak edi degandek iltijo bilan qaradi. Ko'kimtir ko'zlari tinib ketdi. Muzxona hozircha bo'sh. Igorni kasalxonadan olib, qaytishda xarajatni qilib kelaman. O'ylanma. 1 oylardan keyin albatta ozodlikka chiqasan. Bolang yo'q, yo'lingni poylaydigan onang yo'q, qidirib qoladigan ering yo'q. Nimadan xavotir olasan? Hayronman. Xo'p, yaxshi o'tir, ustingdan qulflab ketaman. Inziliya gapirishga ulgurmay qoldi. Shuncha gapni poyafzalini kiyguncha sayragan Lena lip etib o'zini ko'chaga urdi. Kalitlarning shiqirlaganini, qulflanganini, keyin eshik tekshirish uchun bir tortib qo'yilgani eshitildi. Igor Lena borguncha kasalxonadan qochib ketishga uringanmish. Registratsiya bo'limidayoq bu xabarni eshitgan Lenaning rosa kayfiyati buzildi. Hisob-kitoblar va yotoq pulini g'azabdan tishini g'ijirlatib turib to'ladi. Hamma hujjatlarga imzo chekib bo'lgach, Lena Igorning palatasiga kirdi. Ona-bola shu sabab aytishib qolishdi. Igorning onasiga norozi ohangda baqirishi butun kasalxonaga eshitilardi. Yoshlarga birovning nasihati ham, tushunchasi ham kerak emas, deb Lenaning jahldan rangi bo'zardi. Hammaga xunuk ko'rinmaslik uchun u tishini tishiga qo'yishga majbur edi. Igorning yengidan mahkam ushlagancha kasalxonadan olib chiqarkan, o'g'li tinmay siltanar, "Men yosh bola emasman, oyi", deb og'zidan tupuk sachratib bo'ynini xoda qilib qichqirar edi. Amallab mashinaga birga chiqishdi. Rolga o'tirarkan, Lenaning shu paytgacha zo'rg'a jilovlab turgan g'azabi birdan bosh ko'tardi. "Ahmoq, ko'zingni kattaroq och. Atrofda nimalar bo'layapti? Yaxshilab qara. Sen kimlar dori o'rgatdi? Kimlar yoningga kirdi? Kimlar har qadamingni kuzatyapti? Birontasini bilasanmi? Hech yo'q, bilmaysan. Balg'dan ham xabaring yo'q. Telefonni o'chirib, kayfni qilding. Qancha qidirdim, to kasalxonaga tushmaguningcha. Ortimdan kimlardir izg'ayapti. Qandaydir soqollilarni kuniga 10 martalab ko'rayapman. Ikrom allaqachon yerning tagiga kirib ketib bo'lgan. Endi oyingga nimalar bo'lishini sen xayolingga ham kelgani yo'q." Lenaning xayolidan o'tdi. Lena asabda qichqira boshladi. O'g'li esa o'rindiqlarni tepib, o'zinikini ma'qullayverdi. O'g'li tushib qolmasligi uchun eshiklarni qulflab, mashinani kvartirasi joylashgan mavze tomonga haydadi. Lenaning qon bosimi oshayotgandek boshini qattiq og'riq tutdi. Yo'l bo'yi esa o'g'lining jag'i tinmay demasdi. "O'zingiz ahmoqsiz. Kimga zarur kelibdi sizga biron nimadir qilish? Atrofdan bizga boshqa boylar yo'qmi? Ikromning puli kimga kerak? U oddiy davlat odamlarining odami, ularning o'zi emas-ku. O'ldiradigan odam birinchi o'shalarni o'zini daf qiladi, kuchuklarini emas. Yo'q, faqat siz aqlli, faqat siz dono. Men dori ichgan bo'lsam, o'z o'rtoqlarim bilan ichdim. Mazza qilib kayf qildim. Hammasini anchadan beri taniyman. Siz aytgan o'sha soqollilarni biron martayam ko'rmaganman. Ular sizning miyangizdagi bekorchi vasvasalaringiz. Hech real hayotda yashaysizmi o'zi, oyi? Hayotdan zavq olishni bilasizmi? Yo faqat hammasi sizga boshqacharoq ko'rinadimi?" Lena loqillayotgan boshini ushlab, mashinani zo'rg'a hayday bordi. Qani yo'liga kimda nimadandir bo'lsa-yu, shu o'g'lini jag'ini urib yorsa-da. Birdan ongida bir narsa yalt etdi. Xuddi lampochka yongandek, ancha yil oldingi voqea.